Assalomu alaykum, sizlar bilan Abistage kanali. Mana bugun sizlar bilan 3 minutda tovar, ko'rgan tovaringizni dabayt qilishni o'rgataman. 3 minutda. Siz tovar qo'ymoqchisiz. Yandex Marketda masalan tovar ko'rdingiz. Har xil tovarlar ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, shu palatkadan bormi, shunikini olmoqchimisiz? Agar bu kategoriyasini mana bunaqa tovar yuklash joyida kopiyaga ruxsat berib qo'ygan bo'lsa, tovarlarni siz ham bu tovarni qo'ya olasiz. Bu yoqqa saytini kopiya qilib olasiz. Buni saytini kopiya qilib olasiz mana kirganda. Kopiya qilgandan keyin bu yoqqa vставить qilasiz, topishni bosasiz. Bu do'konni yopib qo'ygan ekan. Masalan, har xil kategoriyalar bor. Men Note 14 olmoqchiman. Mana shu kategoriyadan mana shunaqa tovar qo'ymoqchiman. И mana bu yoqqa sayt demasda otini ham primoy yozsam bo'ladi. Note 14. Men qo'ymoqchiman Note 14. Shuni qo'yaylik. Shu tovarni qo'yamiz. Bunga ochish. Mana do'konni ochib qo'ygan o'zini kopiya qilishga. Bosamiz, dabayt qilamiz. 1 minut 20 sekund bo'ldi. Bugun tezroq video olaman, tez-tez tushuntirishga. SQni Yandexni o'zi dabayt qiladi. Qolgan hamma narsasi to'ldirilgan, mana rasmlari, videosi, hamma narsasi. IKPUsi bor. Tasnif soliqdan olsangiz bo'ladi. Tasnif soliq poyezga yozasiz, tasnif soliq uz kirganingizdan keyin aytadigan joyiga telefon. Masalan, boshqa narsani ham yozsangiz, налоговый kodini chiqarib beradi. O'sha yoqqa mahsulot nomini yozsangiz bo'ldi. IKPUga dabayt qilamiz. Elektronika qo'yayotganimizning hisobiga bizdan garantiya so'raydi. Siz saqlanib qilib o'rganingizdan keyin garantiya so'ramasligi mumkin. Lekin sotuvga chiqarishdan oldin ashibga berib qoladi. O'shaning uchun yaronlik muddatiga kafolat muddati 1 yil. 1 yil biza Note 14 telefonimizga garantiya beryapmiz, servisning garantiya. Narx 1.900.000 qo'ydim men. Hozirgi narx 15% qimmatroq yozib qo'ysangiz bo'ladi bu yoqqa. 15% saqlash va variantlarga o'tish. Saqlashni bosamiz. Bo'ldi. Bizda dabayt bo'ldi. 2 minut 30 sekund bo'ldi. Katalogda уже ko'rindi. Mana necha xil rangi bo'lsa dabayt qilib yuborasiz, nashr etib yuborasiz. Keyin qoldiq so'raydi. Qoldiqda hozir meni do'konim cho'rniydi uchun sochish taqiqlanadi deb ashga chiqaryapti. Chunki bu do'konga sotuv qiladigan do'kon emas. Uji sotuvga tayyor bu mahsulot. Mana ikkita bo'lgani uchun sochish taqiqlanadi dedi. Bundan oldin ham bitta yasagan edim. Bo'ldi. Abistage kanali sizlar bilan bo'ldi. 3 minut 7 sekund, 8 sekund rozi bo'linglar.